Bugun bir ekansan-da, o'rtoq, ha? Hey yo beyo birdaniga bir choy qilib bergin. Bugun to'lab olsang nima qilibdi? Grif qilishsan navbating. Deyish. Ta'ma qilishga kirib qolmasmikin? Abdulhay hisob so'rachi. Ishga boraylik endi. Xo'p. Abdulhayda pul ko'p, to'lab oladi. Johir yana boshladingmi? Kimda pul ko'plik nima ahamiyati bor? Muhimi o'tirgan o'rningni sotib olish-ku. Bunaqa obro'yingni bir teng qilib qo'yasan. Ha, hazillashdimi? To'layman. O'zim ham. Abdulhay, hisoblab olchi, 13 kishiga necha bilan tushibdi. To'g'rarsan? Tur, birga ko'rib qolaylik. Yur. To'g'ramiz. Xayr. Lekin do'stingiz o'zi xohlab sizni mehmon qiladigan bo'lsa, bundan mustasno. Qaytanga bu do'stlik, yaxshilik, fazilat bo'ladi. 200 mingdan tushibdi. Mayarim, Baxtiyor gapiraveradi. O'zing to'lab olarsan. Mujiksan, o'rtoq. Oila, ro'zg'or, qarzlar, soliqlar turganda mujikligingni isbotlashga majbur emassan. Johir, shoshmagin. Mujikmisiz qilmay. Ta'ma qilmang. Ta'magirlarga quloq ham solmang. Hisob yopildi.